Sizlar mana shunaqa tayyor zapravkasi bor deydi-yu. Arig'i bor ko'chada Anvar qassobga kelganmiz. 4 soteli 3-4 xona tayyor pishig'ishda. Mana tomonimiz Anvar qassobdan kelishingizda, Fnemdan o'tishingizda yo'lni bo'yida. Bilsalaring 10 yo'li buzilgan. Necha yil oldin ham o'sha 10 yo'li buzilganda o'shalarga 4 sotikdan yer bergan. Mana shu yo'ldan. Ashundan bittasi bu. Past raqamlar barakaga egalari. Uyni bitta ichini ko'ramiz, narxini aytib o'tamiz. Ponni pishig'ishda, hattoki o'q devorigacha pishig'ishda seysmali regellik qilib yuborganlar. Uyga ancha rasxod qilingan, mehr ketgan. Narxini 50 ming deyapmiz, kelishadigan xonasi bor. Kirishimizda mana 3-4 xona uyni solib qo'yilgan. Uyimizni plitali qilingan ekan. Plitasini keltirib tashlab qo'ygan. Plitani ustiga yana bitta uy qursiz, xullas 2 etajga moslangan. Buni 3 etaj qilib yuborsangiz ham bo'ladi. Agaroti ham juda ham katta. Atrofda gaz, suv, svet bor batda. Bemalol telefon qilsalaring, xudo xolasa baraka qilamiz. Mana shunaqa joy chiqarishda davom etamiz. Pastki raqamlar egalari Marg'ilonda Anvar qassobda oxirida Fnemdan o'tganda katta yo'lni bo'yidan so'raganlar jo'natib berasizlar.